حياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم قرنداشlar. Bugün biz dersimizin 9. babı Er-Rahmanir-Rahim degan babda to'xtalamiz. Endi Er-Rahmanir-Rahim bu kelimesi yani Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Er-Rahmanir-Rahim deki şu ayet-i kerimle demekçi. Yani biz şu bir günün içinde en köp okuyduğun, en köp tilimizde alıdığın kelime yani Er-Rahmanir-Rahim bu ayet-i kerim. Yani biz Er-Rahmanir-Rahim'ni en köp tilgalımız. Bu Er-Rahmanir-Rahim bilen başlanmagan işinin en mükemmel, kamil bolmaydiganlığı doğrusunda Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin nurgun hadisleri var. Demek Er-Rahmanir-Rahim bu Allah subhanahu ve ta'ala'nın cimi mahlukatlarını öz çıgagan rahmet sahibi bolgan, öz rahmeti bilen barıcı mahlukatlarını öz kıtıga atkan Allah'ın büyük isimlerinden en kattıda iki isim. Bu Er-Rahmanir-Rahim hemmimiz bilgendek nayet şefkatlik ve nayet mihriban diyen bu. Allah'ın nayet şefkatlik ikenligini, nayet mihriban ikenligini bildirdiğin iki tane Allah'ın ismi sıfatını gösterdi. Allah subhanahu wa ta'ala bu iki tane ismi sıfatı bilen bizge rahmet kılıvatıdı. Rahmet kılıp geldi. Muşu Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmetinden hali dünyada bir mevcudat yok. Hem de Allah rahmet sübtinin yine Allah subhanahu wa ta'ala'nın şefkat kılgıcı Allah'ın rahmet sübtini Allah subhanahu wa ta'ala'ya ispatlaş Allah'ın ait şefkatlik şefkat kılgıcı dep bu şu sıfatını Allah Teala'ya ispatlaş bu imanın qatarıdır. İslam akidesinin qatarıdır. Bu sıfat Kur'an-ı Kerim ve hadis Resulullah arqılık Allah subhanahu wa ta'ala'ya ispatlangan sıfat bulup eğer kimki Allah subhanahu wa ta'ala'nın Rahmanir-Rahim ekanligini inkar kılsa bu adam Müslüman bulamaydı. Bu adam elbette kafir olurdu. Biz Allah'ın rahmeti ile yaşayatımız. Mehri şefkat ile dünyada insanlar yaşayatıdı. Hemimiz Allah'ın rahmetine izcil muhtaç. Anda da biz Allah'ın rahmetini kandak kolu keltirimiz. Allah'ın rahmetini kolu keltiriş sebepleri nemelerin qatarıdır degen çağda tüvende bu Allah'ın rahmetini kol keltiriş sebepler şunda köp bolsunmu bir neçe sebepni men tüvende dep ötümen. Allah'ın rahmetiga erişinin sebeplerinin qatarıdan birincisi insanlığa rahmet qilish, rahmetun nas. İnsanlığa rahmet qilish Allah'ın rahmetiga erişinin sebeplerinin qatarıdan bir sebep. Çünkü bu rahmet qilish, yani mehri şefkat qilish Allah subhanahu wa ta'ala bandalarini onun bilan axloqlanishga qiziqlandırgan, buyurgan en katta ahlaklarının qatarıdır. İmam Buxari çıqagan bir hadisda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq deydi. İnnema yerhamullahu min ibadihi rahma. Allah subhanahu wa ta'ala özünün bandalaridan mehriban, mehri şefkat qiladigan odamlarga rahm qiladi. Yine bir hadis Ebu Davud rivayet qilgan bir hadisda Er-Rahimun yerhamur Rahman irhamu men fil ardı yerhamkum men fis sema. Allah subhanahu wa ta'ala rahmi qilguvchilarga rahmi qiladi. Kimki sizlar zimindagi insonlarga rahmi qilsanglar, osmondagi zot Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga rahmi qiladi degan bu hadisda. Endi şuna insanlar Allah'ın rahmeti girişinin sebeplerinden bir sebep insanlığa rahmet kılış olsa, ikincisi taatullah ve ittiba Resulullah. Allah'a itaat kılış, Resul sallallahu aleyhi ve sellem'e erişiş Allah'a rahmet girişinin sebeplerinden bir sebep.
Qachon bir odam qachonki Alloh subhanahu va taologa itoat qiladi ekan, u Allohning rahmatining o'ziga tushishiga eng haqqi bo'lgan odam bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Sura Al-Imronning 132-oyatida Atiyulloh va Atiyulloh va Rasul la'allakum turhamun degan. Sizlar Alloh va payg'ambarga itoat qilinglar degan. Ya'ni sizlar rahmat qilinishinglar uchun la'allakum turhamun. Sizlar rahmat qilinishinglar uchun Alloh va Allohning payg'ambarga itoat qilinglar degan. Yine Sura An'amning 155-oyatida yana Alloh subhanahu va taolo va haza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun degan. Mana bu Qur'oni Karim biz nozil qilgan bu kitob eng muborak kitob bo'lib, sizlar bu Qur'oni Karimga ergashinglar, taqvolik qilinglar, sizlar rahmatga erishasizlar degan. Uchinchisi Allohning rahmatiga erishishning sabablaridan uchinchisi Allah subhanahu wa ta'ala ibadatni ihson bilan ibodat qilish. İnsanlarga ihson qilish. İbadetni Allohga ihson bilan qilish va insonlarga yaxshilik qilish. Anda da ibodatlarni kamil, puxta qilish va shu ibodatda Allohni o'zimizga nazoratchi qilish. Ya'ni ibodatni Allohga ihson bilan ibodat qilish deganimiz, buningda hadisda ko'rsatilgandek Allah subhanahu wa ta'ala'ni kurab turgandek ibodat qilish. Gerçi Allah'ni men ko'msam meni Allah Taala kurab turdi degan hukm bilan ibodat qilish. Va insonlarga so'z faoliyatlari bilan, mal dunyolari bilan, yuz obro'lari bilan kuchi yetgan narsalar insonlarga yaxshilik qilish, buni Allohning rahmatiga erishish sabablaridan bir sabab. Chunki Alloh subhanahu va taolo Sura Arafning 56-oyatida inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Allohning rahmati muhsinlarga, ihson bilan ish qiluvchilarga eng yaqin degan. To'rtinchisi taqvalloh. Allohga taqvolik qilish mana bu Allohning rahmatiga erishadigan sabablarning qatoridan. Alloh subhanahu va taolo Sura Arafning 156-oyatida va rahmati vasi'at kulli shay fasaktubuha lillazina yattaqun degan. Yani mening rahmetim hamma narsani o'z qatiga oladi. Men rahmetimni taqvodor bo'lgan kishilarga yozaman degan. Yani taqvodor odamlarga rahmat qilaman degan. Yani Allohning rahmatiga erishishning sabablaridan birisi Alloh taqvolik qilishgan. Yani birisi Allohning yo'lida hijrat qilish, Alloh yo'lida jihad qilish, mana bu Allohning rahmatiga erishadigan sebeplerinin qatoridan. Allah subhanahu wa taala Sura Baqaraning 218-oyatida mundaq deydi. Innallazina amanu vallazina hajaru va jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah vallahu g'afurur rahim. İman etgan, Allah yo'lida hijrat qilgan, jihad qilgan odamlar Allah rahmetini ümit qilgan kishilar olur. Allah günahlarını mağfiret kılıcı, mehribon zat. Yani bu ayet-i kerimde hicret Allah yolunda Allah razılıkını izlep hicret kılış, Allah razılıkını izlep cihat kılışının özü Allah'ın rahmetine erişinin sebeplerinin qatarından keldiğini bizi gösterip durdu. Altıncısı namaz okuş, zakat veriş, Resul sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat kılış, mana bu Allah'ın rahmetiga erişidigan sabablarning qatoridan. Allah subhanahu wa taolo bu vaqtda Sura Nurning 56-oyatida mundaq deydi. Va aqimus salata va atuz zakat va atiur rasul la'allakum turhamun. Sizlar rahmat kirishinglar uchun, Allohdan tarafidan rahmat qilinishinglar uchun namoz o'qinglar, zakat beringlar, Resulullah'a itaat qilinglar deydi. 7-incisi Qur'oni Karimni tilovatlariga quloq solish. Allah subhanahu wa taolo Sura Arafning 24-oyatida bundaq deydi. Va iza quriyal Qur'anu fastami'u lahu va ansitu la'allakum turhamun. Sizlar rahmat qilinishinglar uchun Qur'oni Karim o'qilganda uningga jim turib uni anglanglar deydi. 8-incisi Allah subhanahu wa taoladan mağfiret talep qilish, Allah subhanahu wa taolaga istig'for aytish, mana bu Allohning rahmatiga erishishning
sebeplerinin qatarıdır. Allah subhanahu wa taala Sure Neml'nin 46. ayetinde "Qala ya qawmi lima tasta'jiluna bis-sayyi'a qabla al-hasana lawla tastaghfirunallaha la'allakum turhamun." Sani el-İslam ey kavmim, sizlar nima uchun yaxshilik qilishdan burun yomonlikni aldiraysizlar? Sizlar rahmat qilinishinglar uchun Allohdan mag'firat talab qilmamsizlar? Ya'ni rahmat qilinishinglar uchun Allohdan mag'firat talab qilinglar. Deyapti. Yana buningdan boshqa nihoyatda ko'p. Ya'ni demak biz Alloh subhanahu va taolaning rahmatiga erishishga tirishishimiz lazım. Çünkü biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmetinden hali yaşayamayız. Endi Allah subhanahu wa ta'ala'nın zati bizge kılvatkan rahmetlerinden bo'lgan ko'rinishlardan Allohning o'z mahluqotlarga, insonlarga, hayvonotlarga, ya'ni bizga qilayotgan rahmatlarining ko'rinishlaridan qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolaning rahmatlari bunaqada ko'p. Buni sanab bo'g'ilib bo'lmaydi, buni hisoblab bo'g'ilib bo'lmaydi. Endi misol sifatida bir nechta o'tirib qo'ysak, endi shuning qatoridan birinchisi, ya'ni birisi Alloh subhanahu va taolaning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bizga payg'ambar o'tganligimi Alloh subhanahu va taolaning bizga qilgan rahmatlarining qatoridir. Mana bu rahmat ko'rinishlarining qatoridir. Alloh subhanahu va taolo sura Anbiyaning 7-oyatida "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ey Muhammed Aleyhisselam, biz sizni alemlerge butkul insaniyetga dunyoga rahmat qilib o'tdik degan. Payg'ambar Aleyhisselamning payg'ambar qilib o'tilganligi buni Alloh taolaning bizga qilgan rahmatining qatoridir. Abi Hurayra radhiyallohu anhudan bir hadis var, Sahih Müslim'de bayan qilingan, Rasul sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Inni lam ub'as la'anan va innama bu'stu rahmatan" degan. Payg'ambar Aleyhisselam men nalat qilg'uchi bo'lib o'tilmadim, rahmat payg'ambar o'tildim degan. Yana birisi Qur'oni Karimning nozil qilinishimi Allohning bizga qilgan rahmatining qatoridan bo'ladi. Va Alloh subhanahu va taolo sura Nahlning 89-oyatida "Va anzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in va hudan va rahma va bushra lil muslimin." Ne biz sizga Muhammed Aleyhisselam Qur'oni Karimni hamma narsalarni insonga bayon qilib berishimiz uchun nozil qildik. Va biz Qur'oni Karimni hidoyat va rahmat va musulmonlar xush bishorat qilib tushirdik degan. Mana bu yerda Qur'oni Karimning nozil bo'lishi bir rahmat, Allohning bizga ato qilgan rahmati. Endi jannatni yaratishmi Alloh subhanahu va taolaning rahmatining qatoridir. Jannatni Alloh öz rahmetining jihatini jannatni yaratgan. Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda, ya'ni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilingan hadis kitoblarida Sahih Buxoriy va Sahih Muslimda bayon qilingan hadis, Rasul sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Tahajjatul jannatu wan nar va qalatul nar usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin va qalatul janna va ma li la yadkhuluni illa ad-du'afa'un nasi wa saqtuhum wa gharratuhum. Qala Allahu al-janna innama anti rahmati arhamu biki man asha min ibadi wa qala lin-nar innama anta azabi u'azzibu biki man asha min ibadi." Rasul sallallohu alayhi vasallam deydi ki cennet bilan dozaq ikkisi munozirlashgan. Dozaq deganki men mushu mutakabbir odamlarning, zalim kishilarning menga kirishiga xas qilindim deganda, jannat deganki men menga faqatla menga nima bo'ldi, men faqatlam ojiz kishilar, mush kishilarning ko'zidan tushib qolgan, nazarga ilinmaydigan mushundaq odamlar menga kirdi degan. Da Allah subhanahu va taolo jannatga deganki, ey jannat, antara sen mening rahmatim degan. Allah subhanahu va taolo jannatga sen mening rahmatim, men sen orqali bandalarimning ichida men xohlagan kishiga rahmat qilaman. Dozaqqa deganki sen mening azobim, men sen orqali bandalarim ichida men xohlagan kishini jazolayman, azoblayman degan. Shunga jannatning yaratilishimi Allohning
rahmetining qatoridan. Endi jannatga kirishmi Allohning rahmeti bilan bo'ladi. Bir odam o'zining qilgan amal ibodatiga asosan jannatga kiramaydi. Allohning rahmeti bilan kira oladi. Rasul sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda bunday degan: "La yadkhulu ahadan al-jannata amaluhu." قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة منه ورحمة. Rasul sallallohu alayhi vasallam degan bir odamni jannatga uning amali kirgizolmaydi. Ya'ni unda deganlik amal qilmasangiz jannatga kira olasiz deganlik emas. Faqat amaliganak bir odamni amaliga ishonchi qilib qolmasin, amali jannatga kirgizib ketolmaydi. Ular degan ya Rasululloh siznimi amallari jannatga kirgizolmamdi deganda menimi kirgizolmaydi, faqat menimi Alloh o'zining mag'firati bilan va o'zining rahmati bilan jannatga kirgizadi degan. Demak, jannatga kirishmi Allohning rahmati bilan bo'ladi. Demak, Alloh subhanahu va taolo buni shundoq bizga rahmat, alohida rahmat qilinglar ve onundan başka Allah'ın bizni Müslüman qilib yaratganligi Allah'ın rahmetining qatoridan bizga o'ylaydigan shundoq aql, qalblarni berganligi, anglaydigan quloqni berganligi, ko'radigan ko'zni berganligi, demak bizni Müslüman qatoridan qilganlikning hammasi Allah'ın bizga qilgan rahmeti. Endi Allah'ın rahmeti ichida yashayotimiz. Allah nevatdiman Allah'ın rahmetidan mahrum qoladigan sabablarni qisqagina o'tirib qo'ymoqchi. Allohning rahmeti shuncha kengir turib, Allohning rahmeti shundoq katta turib, yana nurg'un insonlar o'zining o'tkazib qo'ygan bir qism jinoyati orqali Allohning rahmetidan mahrum qoladi. Bu bir misol sifatida buningdan bir nechini o'tirib qo'yganimizda, birinchisi insonlarga shu rahmi qilmagan inson odam bu Allah'ın rahmetinden mahrum kalıdı. Birincisi, men la yerhem la yurhem. Yani mehrivan bo'lmagan, şefkat kılmaydigan başkalarga, meyli hayvanlar olsun, meyli insanlar olsun, mehri şefkat kılmaydigan kişi Allah rahmi kılınmaydı. Yani Allah'ın rahmetinden mahrum kalgan insan hesaplanıdı. Sahih Bukhari rivayet kılan ise Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet kılındı ki Ebu Hureyre mındak degan. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem şu Ali radıyallahu anh'ın oğlu Hasan ibn Ali'ni suyab koygan. Bu çağda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin qishida Aqra ibn Habis degan bir sahabi qishida battı. O Aqra ibn Habis dedi ki ya Resulullah mening 10 balam bor, men ulardan birini suyab baqmadim. Sizlar bu sizning navrularni suyab qo'ylar deganda Rasul sallallohu alayhi va sallam Aqra ibn Habisga qarab mundaq degan. Malla yerham la yurham. Mehribon bo'lmagan kishi shafqat qilinmaydi, rahmat qilmaydi. Ya'ni mehr shafqat qilmaydigan kishi mehr shafqat qilinmaydi degan. Endi Alloh subhanahu va taolo anda bo'lsa qaraydigan bo'lsa Allah öz kulu bilen yaratkan, öz ruhidan ruh püdügen Allah'ın bendellerine rahmi kılmagan kişiye Allah qanday rahmi kılsın? Peygamber aleyhisselam la yerhamullahu men la yerhamun nas degan. İnsanlara rahmi kılmagan adamga Allah rahmi kılmaydı degan. İkincisi Allah'ın rahmetinden mahrum kıladigan sebeplerden ikincisi ta'zibun nas. İnsanlarni azaplash, jazalash. Abi Mas'ud Uqbat ibn Amr radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki o Abi Mas'ud Uqba ibn Amr mundaq deydi. Men bir kuni qulamdagi qamchi bilan mening xizmatchimni urvatatdim. Orqamdan bir ovozni angladim. Ey Aba Mas'ud bilib qo'y degan ovozni angladim. Men ochchig'imda bu ovozning kimning ovozi ekanligini faqat tushunmabdim. Menga bu ovoz tug'ansir yiqilishibdi, shunda yiqillashdi, shunda qarasam u Rasul sallallohu alayhi vasallam ekan. Rasululloh ey Aba Mas'ud bilib qo'y, ey Aba Mas'ud bilib qo'y degan holatda menga yiqillashdi. O Aba Mas'ud üzeyini deydi ki men şunun bilan qulamdagi qamchini tashladim.
Resulullah dedi ki, hey Ebu Mesud bilip koy. Allah subhanahu wa ta'ala sana senin muşu hizmetçenge kadir boğandın bekrak seni cazalaşka kadir eğer Allah seni cazalaydıysa onun kadir. Şunun ile men kulağımdaki kamçını taşladı dedim ki bunun dinkin mengu bir adamını vurmayman dedim. Yani bu yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste kişilerge mehir şefkat kılışka alayda ünde vatıdı. Sahih Müslim rivayet kılgan hadis. Hişam ibn Hakim'in Hizam'dan bayan kılgan bir hadiste Hişam deydi ki ben Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini anlagan. Allah subhanahu wa ta'ala dünyada insanlarını azaplagan kişini çokum azaplaydı degan. İnnallah yu'azzibul-lezine yu'azzibun-nase fid-dunya. Allah dünyada insanlarını azaplagan adamını ya bu dünyada azaplaydı ya ki ahirette çokum azaplaydı. Ravahu Müslim. Üçüncüsü Allah'ın azabından mahrum kılıştıran sebeplerinin üçüncüsü ta'zibul hayvanat. Hayvanlarını, başka canlılıklarını cezalaşma insanını Allah'ın rahmetinden mahrum kaldırdı, Allah'ın azabına duçar kıldı. Demek insan Allah'ın rahmetinden mahrum kalırken çokum cezasına duçar buldu. Allah hayvanatlarını azaplaşını, cezalaşını, şu hatta haşaretlerini mi her türlerde azaplaş, cezalaşını haram kılgan. Allah ana şunda hayvanlarını azaplıgan her türlü usullen azaplaş usulü, haslam uruş ya ki ya her usullarla azaplıgan kişilerini Allah cezalagan. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet kılındı ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Bu hemimiz bildiğin meşhur hadis. Bir ayal müşkünün cehetinden azaplandı. Bu ayal o müşkünü sulap koygan, hatta ahire o müşk ölüp ketken. O ayal müşkünün ölüp ketişige sebepçi boğallık sebepten davzaqqa kirdi degan. O ayal asli müşkü tamak bämidi yoki quyab bämidi. Agar quyab bägen bolsa zemindeki başka canlılıklardan yep yaşagan butdi degan. Dördüncüsü ihtilaf kılış, gülüneş. Mana bu Allah'ın rahmetinden mahrum kılışka sebep butkan amillarının qatarıdır. Şunlaşka ihtilaflaşmaslıkımız gerek, bülenmeslikimiz gerek. Bu Allah'ın rahmetinden tatilişip ketişki sebep buldu. Onun denkin Allah'ın rahmeti tatilip ketken de nimek insan nimek duçarlıdı degende ihtilaflaşkanlıktan Allah'ın rahmetinin tartılıp ketişi en katı bolan 3 işqa sebep buldu. İhtilaftan rahmet tartılgan bolsa, ihtilaflıştan tartılgan bizden eli ölengan rahmet birisi-birisinin katı bolan 3 işqa sebep buldu. Birincisi hirmanul mağfire. Allah'ın mağfiretinden mahrum kalışkı sebep buldu. Bu hadis, bu vakta Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan bayan kılıngan bir hadis var. Tubtahu ebvabil cenne yevmel isnen ve yevmel hamis. Cennetinin işkleri düşenbe ve peyşembe günüste geçildi. Çünkü bu günlerde Allah subhanahu ve taala kılıngan rahmet, ibadetle bek köp. Yani bu iki günde Allah'ın rahmeti düşüşüne ait köp boğallığı için, emelle köp boğallığı için cennet düşenbe ve peyşembe günü cennet çıkılır geçildi. Bu günde Allah'a şirk keltirmegen her kandak bir bendinin günahı keçirildi. Fakat Allah'a keltirip şirk keltirgen cinayeti keçirilmeydi. Lekin peyşembe, her düşenbe onundan başka her kandak kemçilik, hatalıklar keçirildi. Ama fakat iki türlük, yani bir türlük adamın günahı keçirilmeydi. Yani oturusu da adavet boğan, adavetini 3 gün kişi ıslah kılmagan, oturda adavet boğan kişinin cinayeti keçirilmeydi. İlla raculen kanet beynehu ve beyne ahihi şahna deydi. Yani oturda adavet boğan iki türlük iki adamın cinayeti mağfiret kılınmaydı. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberlerine dedi ki enziru hazeyne hatta yastaliha enziru hazeyne hatta yastaliha enziru hazeyne hatta yastaliha dedi. Ahracahu Müslim.
Allah deydi ki, ey periştilerim, bu iki türlük adamga mahlat biringlar. Bu iki türlük adamning günahını keçirishni kechiktiringlar. Bu ikkisi o'zaro o'tirisini isloh qilib bo'lganga qadar bu ikkisining günahını keçirishni kechiktiringlar deydi. Mana bu ixtilofdan kelib chiqqan bir savab mag'firatdan mahrum qilib qilish. Ikkinchisi ixtiloflashganlikdan hidoyat zayo bo'ladi. Yani to'g'ri yo'lda menish zayo'lab kiradi. İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Sahih Buxoriy chiqargan hadis İbn Abbas radhiyallohu anhu deydi-ki, Rasul sallallohu alayhi va sallamga vafot hozir bo'lganda Rasulullohning qishida uyda o'shada nurg'un sahobalar botdi. Buning ichida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu botdi. Payg'ambar alayhisalom atrofidagi deganki, halumma aktub lakum kitaban la tadillu ba'da. Sizlar menga bir qog'oz keltiringlar, men sizlarga bir xat yozib beraman, uningdan keyin siz ezib ketmaysizlar degan. Umar radhiyallohu anhu bundoq degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga og'riq qattiq bo'lib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni avar qilmanglar. Sizlarning qishinglarini bizningda Qur'oni Karim bor. Allohning kitobi bizga yetarli. Rasulullohni charchatmayli, avar qilmayli degan. Şunu bilan uydagilarning hammasi bu masalada ixtiloflashishga, da'atalashga boshlagan. Ulardan ba'zilar degan, "Voy qog'oz akelinglar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga yozib berdi, buningdan keyin hargiz ezib ketmaymiz" degan bo'lsa, ulardan ba'zilar, "Ya bo'ldi qilinglar, Rasulullohni avara qilmanglar" degan Umar radhiyallohu anhu mushundaq deganlarning qatoridan bo'lgan. Demak, ular Rasul sallallohu alayhi vasallamning qachi sahobalar g'allu-g'uduni ixtilofni payg'ambar vasallamning qachi ko'p qilgan chaqda Rasululloh qumu anni menden qopab ketinglar. Qopanglar onangdan boshqa ketinglar. Qopab ketinglar, mening qishimdan chiqib ketinglar degan. Shundan Ibn Abbas radhiyallohu chiqib ketgan, Rasululloh bu xatni ham yozib bermagan. Shundan Ibn Abbas radhiyallohu anhu deydi-ki, demak Rasul sallallohu alayhi vasallamning ana shu xatni yozib berishi bilan yozib berishidan cheklanishning sabab bo'lgan omil yezib berilmasligining sababining omili ularning ixtiloflashganligi bo'lgan degan. Üçüncüsü Laylatul Qadr kechisining musulmonlardan, ya'ni bizdan maxfiy bo'lib qolishi. Ramazonda Laylatul Qadr kechisini izlashimiz, lekin uning bizga maxfiy bo'lishining sabablaridan bir sabab yana ixtilofdan kelib chiqqan. Ubad ibn Samit radhiyallohu anhudan bayon qilinadiki, u mundaq degan, Rasul sallallohu alayhi vasallam bizga Laylatul Qadr kechisining qaysi kechida o'tganligini xabar berish uchun chiqqan. Musulmonlardan ikki odam shu chaqda sirtda o'zaro munozara, ixtilof, jangi jadal qilishga boshlagan. Rasululloh deganki, men Laylatul Qadr kechisini sizlarga xabar berish uchun chiqqan edim. Pulani bilan pulani jidallash qildiribdi. Shuning bilan bu sizlarga beradigan xabar mendan ko'tarilib ketib qoldi. Balkim bu sizlar uchun yaxshi bo'lishi mumkin. Sizlar Laylatul Qadr kechisini 27, 29, 25 kechalarida izdanglar degan. Demak, qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloninki rahmatiga mahrum qilishning sabablaridan bir sabab, ya'ni ixtilof ekanligini ko'ra olamiz. Shunga ixtilof qilishimizdan saqlanishimiz kerak. Endi bu haqda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki nurg'un hadislari bor. Mashhur Alloh subhanahu va taoloninki Rahmanir Rahim sifati haqida, Alloh subhanahu va taoloninki Rahmanir Rahim sifatida Rasul sallallohu alayhi vasallam bu kitobda Rasulullah'ninki hadislaridan 6 tane hadis bayon qilingan. Navbatda mushu 6 hadisni ko'rib o'tamiz. Birinchi hadis Abu Hurayradan bayon qilingan hadis, yana mush kitobimizninki 24-chi hadisi. Mushu Allohning Rahmanir Rahim sifati to'g'risida to'xtaladigan hadislar. An Abu Hurayra qol Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul ja'alallahu rahmata 100 juz'in فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وزاد في رواية لهما
وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلُّ الَّذِي عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ. Abi Hurayra radhiyallahu anhudan rivayet kılınıp, Abi Hurayra radhiyallahu anhu mundaq degan: "Men Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini anladım." Rasul sallallahu aleyhi ve sellem mundaq deydi: Allah subhanahu ve taala özünün rahmetini 100 kısımga bölgen. Özünün qışida 99 kısmını ilip qalgan. Bir kısmını ziminga düşägen. Aşu ziminga düşägen aşu bir kısımdan insanlar şu bir kısım bilen insanlar öz ara birisi-birisiga mehr-shafqat qilyapti. Hayvonotlar öz ara birisi-birisiga mehr-shafqat qilyapti. Demak, mahluqotlar, mayli inson, jin, hamma hayvonot, barcha mavjudot mahluqotlar ana shu bir qism bilan birisi-birisiga mehr-shafqat qilyapti. Hatto bir ot o'zining tovuqini balisidan o'ziga balasiga musibat yetkazib sirishdan qo'rqqanlikdan ko'taradi. Mana mushumu aşur Allah düşəgən rəhmət bilən buludu deydi. İmam Buxari ilə İmam Müslim üçün bolğan yeni bir rivayətdə mundaq deydi. Yəni ziyadə qılınıb muhaddisə ziyadə bolğan bir rivayətdə mundaq deydi. Kafir Allah'ın dərgahidəki rəhmətini bilgən bolsa, o Allah'ın cənnətindən ümitsizlənməkdir. Eğer mümin Allah'ın dergahideki azabının hemmisini bilse, o hergizmi davzaqdan emin bulmaydı degen. Endi hadis qaraydigan bolsak, musulman bir mümin Allah'ın rahmetinin ne kadar kenligini şak qilmaydi. Allah'ın rahmetinin insanı her minut, her sukunut ta anasının qusqidan tatib, tug'ilgan buvoqliqidan tatib, dunyoda cho'ng bo'lib yashab, dunyodan ketgan qadar Allohning rahmati o'zini o'rab turganligini, qo'rshab turganligida hech qanday shak qilmaydi. O'ylab baqadigan bo'lsak, onamizning qusqidagi holatdimi Allohning rahmati bilan anamızın rahmetinde şundak yaşayımız. Bala vaktimizmi Allah'ın rahmetiyle buludu. Yuğunuğan çağdaki yaşavatkan haltımızmı Allah'ın rahmetiyle yaşavatımız. Dünyadan Allah'ın rahmetiyle gitimiz. Demek bu Allah'ın rahmetini tilbilen bunu tasvirlep tüketkili bulmaydı. Hem de şundak bolsumu yine Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmeti doğrusu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu yerde 6 tane hadisi var. Bu hadisler muş Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmetini bizden muşunda urab turduğanlığını, Allah'ın rahmetiyle yaşavatqanlığımızını unutup qalgan esimizge amavatqan yak esimizden çıkıp qalgan bolsa, bu hadisler bizge bunu alaydı esletip ötüdü. Ve bu hadisler bizge imanımızı ziyade kılıdı. Allah'ın rahmetinin hakikaten Allah'ın hakikaten mihrivan, şefkatli ekanligi bo'lgan ishonchimizni texmi yuqori ko'tardi va shundaqla bu orqali Allah'ın rahmetini bizga bu yerda asl sharqiliq, ya'ni bizni yaxshiliklarni ko'plab qilishga, itoatlarni Allohga itoatni texmi yuqori pallada qilishimizga bu hadislar turtki bo'ladi. Endi yuqorqi hadisimizda Abi Hurayradan bayon qilingan yuqorqi hadisimizda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rahmetinin ne kadar kengri ekanligini, Allah subhanahu wa ta'ala asman ziminni yaratgan kunüste 100 tane rahmetini yaratganligini, onundan ziminge bir rahmetini düşägenligini, muşu Allah ziminge düşägen bir rahmet bilen bütün mevcudatlar öz ara birisi-birisiga rahmet qilishayotganligini, ana balasiga muşu rahmet bilen rahmet qilib keçiliklerde şu balıqqa kuyunganlikdan soğaqlarda qo'padiganligi, tatlı uyqusun uyg'onadiganligini ko'ra olamiz. Haşa vahshiy hayvonlarmi, odam yeydigan hayvonlarmi mana mushu shafqat, muhabbat, rahmat bilan o'zining bolalarini yemay asraydiganligini,
Kırılalayımız. Vahşi hayvanlar bolsun, uçarlıklar bolsun, hemmisi Allah subhanahu wa ta'ala'nın muşu zeminge düşergen bir dana rahmeti bilen özü ara birisi rahmet kılıp yaşaydı. Çoğlar kiçiklerge, acizler küçüklerge mana şu Allah düşergen bir rahmet bilen mehri şefkat kılıp zeminde şefkat bilen insanlar, hayvanatlar, aşaretler, uçarlıklar yaşayatıdı. Hem de Allah zeminge düşergen aşı bir rahmet bilen buluvassa Allah subhanahu wa ta'ala özünün dergahida 99 rahmetini ep kaldı. Allah subhanahu wa ta'ala dünyada mahlukatlarga mana şu 99 rahmeti bilen rahmet kılıdı. Şuna insanlarga rahmet kılgıcı, lekin Allah'ın rahmet kılışının kışıda hiç nesi emas. Şuna Allah Erhamer Rahimin rahmet kılgıcılarının en yukarı pellede rahmet kılgıcısı Allah subhanahu wa ta'ala. Hem de kıyamet günüsü boğan vakitte Allah subhanahu wa ta'ala bu 100 rahmet, muşu 99 rahmetiga zeminge düşürgen bir rahmetini koşup 100 rahmeti bilen kıyamet günü müminlerge rahmet kılıdı. Bu dünyada kıtkan Allah'ın rahmeti ambusu mu kıyamet günü 100 rahmet bilen rahmet kılıdı Allah. Çünkü Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hem de Allah subhanahu wa ta'ala'nın yine rahmeti hakkında Rahman-ı-Rahim sıfatı hakkında toktulduğun hadislerden. İkincisi Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan bayan kılıngan hadis. En Ebu Hureyre'te قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. Resul sallallahu aleyhi ve sellem mındak deydi. Allah subhanahu wa ta'ala barlık mevcudat mahlukatlarını yaratkan çağda özünün kitabı levhul mevfuzga mening rahmetim mening gazabimden galip geldi dep yazgan. Yani mening mahlukatlarımga kılgan ameliga savab berişim, ularga ihsan qilishim, mening ularning kılgan hatalıklarını cezalışımdan mening azabım, intiqabımdan galip geldi dep yazgan bu levhul yazgan bu kitabı Allah subhanahu wa ta'ala'nın kışıda mevcut. Allah subhanahu wa ta'ala Gafurur Rahim. Riz qaraydigan mağfiret kılgıcı. Allah Teala şefkat kılgıcı. Allah'ın rahmeti gazabından besip düşken. Hem de qaraydı Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmetinin gazabını besip düşüdüganlığının ameli pakit misallarına qaraydigan bolsak, Allah subhanahu wa ta'alaga küfürlük kılıvatkan, Allah subhanahu wa ta'alaga baştınlık kılıvatkan, Allah subhanahu wa ta'alaga kafirlik kılıvatkan kişilerge kılıvatkan adamlarının azapkı layık butkan şundak adamlarga Allah subhanahu wa ta'ala'nın dünyada rahmi kılganlığı, ulağın nimet bergenliği, ulağının ömür boyu ulağını yine şundak nimetleri bilen rızıklandırıp dünyada yaşatkanlığı Allah'ın rahmetinin gazabını besip kürdoğallığının fakirlerden birisi. Hem de Allah subhanahu wa ta'ala ana şundak özüge tuzkorluk kılgan, özünün peygamberlerine karşı çıkan, özüge karşı çıkan şundak adamlarını gima rahmet kılıp dünyada onunla hayatlık bergen ya da özüge iman keltirgen, özünün peygamberge ergeşken, öz günah kıpsağın bozu günahını itiraf kılgan, gafur epusunu ümit kılgan, Allah'a yalvurgan, Allah'a dua kılgan bendillerge rahmet kılışı kandak bulap gite, bunu oylap tasavvursiz halette turdu. Yine Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmetinin gazabını besip düşüdüğallığının misallarından qaraydigan bolsak, nurgun adamlar Allah subhanahu wa ta'alaga kafirlik kılıdı. Allah subhanahu wa ta'ala ana aşında kafir boğan kişilergimi, özüge karşı çıkan kişilergimi, peygamberlerini öldürgen kişilerini, ya ki Allah'ın yolunda ki cihat kılgan, Allah'ın yolunda
hayotini bag'ishlagan odamlarni o'ldirgan ashundoq nurg'un odamlarga Alloh subhanahu va taolo bularni va islom diniga bularni kirgizdi. Bularga Alloh hidoyat berish orqali bularni islomga kirgizib, islom orqali yana Alloh subhanahu va taolo bularning ilgirki jinoyatini afu qiladi. Chunki al-islom yajubbu ma qabli. Islom insonning musulmon bo'lishining oldingi jinoyatlarini kechiradi, uchrab tashlaydi. Oxirida Alloh subhanahu va taolo buni yana o'z rahmati bilan jannatga kirgizadi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning rahmatiningki g'azabini besidiganligining bir faklaridir. Endi yana Allohning Rahmanir Rahim, nayt shafqatlik, mehribon zot ekanligini ko'z tupuradigan hadislarning qatoridan Abi Hurayra radhiyallohu anhudan bayon qilingan hadis. An Abi Hurayra qal qama Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fi salatin wa qumna ma'ahu. Faqala a'rabiyyun wa huwa fi salat Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamni معنا أحدا فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد هجرت واسعا يريد رحمة الله. Abu Hurayradan rivoyat qilinib u mundaq deydi. Biz Rasul sallallohu alayhi vasallam bilan bir namozda edik. Bir Arabi namozda turib mundaq: "Ey Alloh, menga va Muhammad alayhisalomga rahmat qil. Biz bilan billa hech kishiga rahmat qilmagin. Biz bilan billa boshqalarga rahmat qilmagin. Biz ikkimizga rahmat qilgin. Billa rahmat qilgin ey Alloh" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozdan salom berib bo'lganda, heliqi Arabiga, ya'ni sahrolik odamga mundaq dedi: "Sen Allohning eng kangri rahmatini tarlashtirding" degan. Endi bu hadisning maydon kelish yana mushu vaqalikning tafsilotiga qaraydigan bo'lsak, islom ayni sahroda va shaharlarda islom tarqaldi. Islom nuri Madinani yuritdi. Hatto sahrolarni mo islomning nuri yuritgan. Qattiq qalbli kishilar bo'lsin, yumshoq qalbli kishilar bo'lsin, ularning qalblarini islom nuri hammasini illatgan. Sahrolarda qo'y beqivatgan ashunda qo'ychi sahrolik kishilarmi payg'ambar alayhisolamning payg'ambar bo'lganligini anglagan va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ga ishongan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning da'vatlari ularga yetgan. Shuning bilan ashunda sahrodagi odamlarmi payg'ambar Madinaga kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'i tushib, payg'ambar alayhisolamning da'vatlarini anglash, payg'ambar alayhisolam bilan ko'rishish fursatini g'animat bilgan. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga nurg'un sahrodan odamlar kelgan. Endi ana shundaq Rasulullohning huzuriga kelib, Rasulullohning nasihatlarini anglashni, Rasulullohdan ig'izak Rasulullohning tabliq tashqotlarini, hadislarini anglashni, shuning bilan qalblarining taximi amin bo'lishini xohlagan, arzu qilgan, bu fursatni g'animat bilgan kishilarning qatoridan Zulxuvaysra al-Yamani deb bir Arabi sahabi bor bo'lib, bu sahabe, bu Arabi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning masjidiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahabelarga hadis so'zlab berayotgan chaqda kirgan. Kirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salom bergan, shu so'rinda o'ltirgan, namoz vaqti bo'lganda bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan namoz o'qib, namozida ullik ovoz bilan Allahumma arhamni va Muhammadan va la tarham ma'ana ahadan degan. Ey Alloh, menga va Muhammadga rahmat qil, biz bilan birga hech kishiga rahmat qilma degan. Uningga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozni tamomlagandan keyin Allohning hamma narsasini sig'dirgan bu kangri rahmatini namozni tarlashtiryapting. Balki sen deginki, Allahumma arhamni va Muhammadan val muslimina val muslimat va jami' ibadik ya Karim. Ey Karim Allah, ey mehribon Allah, sen menga ve Muhammed'ge ve barcha musulmon musulmon ayollarga sen barliq bandilaringga rahmat qilgin degan. Bu duoni uningga o'rgatgan. Zulxuysa
bu adam, bu Arabi bu gapni anglab ma'qul deb turgandan keyin ma'lum vaqt o'tgandan keyin bir vaqt o'tgandan keyin qo'pab masjidning bir bujakiga borgan, masjidning bir tarafiga berib, bir bujakiga berib siyishga boshlagan. Ya'ni kichik tarat qilishga boshlaganda buni sahobalar ko'rib hammasi cho'chib ketgan, to'lishib ketgan. Voy to'xta, voy nima ish qiyaga tarat qilsa degan har xil ovozlarni, varang-churunglarni qilganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga degan: "Ta'alu, bu yoqqa kelinglar." Onu sigidi qo'yanglar, tarat qilg'ili qo'yanglar. Sizlar uning taratini ado qilg'ili qo'yanglar. O taratini ado qilib olsin degan. Ular deganki, "Ya Rasululloh, bu masjidga tarat sundirish bak ig'ir jinoyat bu" deganda Rasululloh o jahil, o bilmaydi. O masjidga tarat sundirishning bu ig'ir xatolik ekanligini hukmini uqmaydi. O maqsadi hargizmi masjidga bundaq bir xatolik o'tkazish yoki masjidga bir yomonlik yetkazish, masjidni najis qilish emas. U buning najis butqanligini bilmaydi. U faqat yezidan kelgan, u masjidni o'zining yashagan yezisiga o'xshatib qolgan, o'zining sahrasiga o'xshatgan, o'zi xohlagan joyda Aşındaq o'ltirilgan, xohlagan yerga kichik tarat, cho'ng taratlarni sundirgan, shunday o'ylab qolgan. Va qad bu'istum muyassirin va lam tub'asu mu'assirin, yassiru va la tu'assiru va la degan. Ya'ni sizlar osonlashtiruvchi bo'lib o'tildinglar. Sizlar osonlashtiradigan bir payg'ambarning ummati bo'ldinglar. Sizlar qiyinlashtiruvchi bo'lib o'tilmadinglar. Sizlar yassiru va la tuassiru, osonlashtiringlar, qiyinlashtirmanglar. Sizlar ikki dona zarar bor, ikki zararning yengil qismini tutinglar. Yana ikki zararning birisi masjidning bu shu taras sundirgan masjidga shu o'rinning najis bo'lishi va uningki bo'lishi. Va yana birisi bo'lsa, uningki şu masjidning najis bo'lishi va uning badanining najis bo'lishi, kiyim-kechaklarning najis bo'lishi. Agar uni taratini ado qilib qo'ysanglar, faqatla masjid najis bo'ladi. Masjidning shu tarat sundirgan shu joy najis bo'ladi, masala tugaydi. Ammo sizlar uni unda qilmasanglar, badanimi cho'ng zarar maydon qildi. O bedenini najis qiladi, kiyim-kechaklarni najis qiladi va u tarat sundirgan joydan boshqa yerlarni najis bo'ladi buningda. Deganda ular dedi, "Niqamiz qanday qilamiz ya Rasululloh, bu masalani najis qilib qo'ydi" deganda Rasululloh, "Sizlar bir chelak suv keltiringlar, suvni keltiringlar" degan. Va suvni u tarat sundirgan joyga asta-asta to'kinglar. O joy pakizi bo'ladi. Bir chelak suv bilan uningki tarati najis qilgan pak bo'ladi degan. Ular shunda qilgan. Uningdan keyin Rasululloh muloyimlik bilan eng yuqori jihatda muloyimlik bilan haliq sahobaga deganki, Arabiga deganki, bu masjidga cho'ng kichik taratlarni qilish loyiq bo'lmaydi. Masjid Allohni aslashga, namoz o'qishga, Qur'on o'qishga xos qilingan joy deganda, xo'sh ya Rasululloh, men shunday qilayman, bilmabdiman. Alloh sizlarga sizdan rozi bo'lsin. Ota-onam sizlarga fido bo'lsin ya Rasululloh. Men buning o'qishni mengu qilmayman degan. Yine ba'zi rivoyatlarda o sahoba deganki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'xshash bir o'qituvchini, bir muallimni ko'rib boqmadim degan hikoyatlarda. Mana bu hadisning maydon kirish ahvoli. Endi yana Allohning Rahmanir Rahimga munosabat bo'lgan hadislardan birisi Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning hadisi. Anas ibn Malik qal marra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fi nafarin min ashabi wa sabiyyun fi tariq al-Madina falamma ra'at ummuhu al-qawm khashiyat ala waladiha an yuta'a فأقبلت تسعى وتقول ابني وسعت فأخذته فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لا تلقي ابنها في النار قال فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولا الله لا يلقي حبيبه في النار. Anas ibn Malik'ten rivayet kılınıp Anas ibn Malik radıyallahu anhu mundaq deydi. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan.
Enes Malik radıyallahu anhu mundaq deydi. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bir türküm sahabileri bilen yoldan ötüp atatdı. Şu yolda Medine yolda bir küçük bala batdı. Bu balının anısı helikı cemaatinin Resulullah ba cemaatinin kelganligini körüp o balısının desilip bir işten qattiq endiş qilib balam oy oğlum ibni oğlum degan halatda oy mening balam degan halatda yugurib balısqa ne öz qatiga olgan balısını qo'l uzatgan va balısını yo'ldan sirtqa olgan. Shundan qavm deganki ya Rasulullah ma ayal balısını qat'iy o'tqa tashlamayotgan bu deganda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarni bir az besiq turib amandaq degan. Allah subhanahu va taala mu o'zining yaxshi ko'rgan odamlarini, yaxshi ko'rgan habibini o'tqa tashlamaydi degan. Demak, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisda bizga deydiki, Allah'ning muhabbetiga erishgan odamni o'tqa tashlamaydiganligini sözlep bergen. Hem de Allah'ın muhabbetiga erişişi, yine Allah öz rahmeti arqılıq özünün yaxşı görgen adamların o'tqa tashlamaydiganligini o'tirib qo'ygan. Hem de bazı sahabalarning Peygamber Aleyhisselam'ning bazı sahabalarının bayan qilingan hadisda qiyomat günü atı ballar, kichik ballar uchun mundaq deyiladi. Sizlar jannatga kiringlar deyiladi. Yine Allah özünün fazla merhameti bilan jannatga kiringlar deganda kichik bala ya Rabbina ey bizning Parvardigarimiz, bizning ota-onamiz, onamiz, donamiz birlik kirsak, bizning ota-onamiz jannatga kirmasa biz qanday jannatga kiramiz deydi. Ana Allah azza va jalla men ularni nurg'un xatolik, kamchiliklar bilan birlik kiryapman deganda, ular ey Allah, bizning ota-onamiz jannatga kirsa deganda, shuning bilan emas sizlar ota-onanglar bilan birlik jannatga kiringlar deydi. Degan. Mana bu jannatga kirgizishmi? Shunda xatolik o'tkazgan odamlarning ballar bilan birga jannatga kirgizilishmi? Allohning rahmati bilan ham bo'ladi. Endi mushu hadisga munosabatlik Ibn Qayyum, Allama Ibn Qayyum rahimahullah mundaq deydi. Mushu bazı arifillardan bir hikoya qilingan bir hikoyada mundaq degan. Bir odam mushu yo'llarda bir uchuq bir ishni ko'rgan, bir ishning ochilganligini ko'rgan, u ishdan bir kichik bola yig'lagan, boshqalarning yordam talab qilgan holatda yugurib chiqqan. Onasi uni uydan qo'qlab chiqargan. U bola uydan chiqib bo'lganda onasi ishni taqgan. Ishni taqab uyning ichiga kirib ketgan. Bola yiroqqa ketmagan. Bir uzun o'ylanib turgandan keyin bola o'zi chiqirib o'tilgan uydan boshqa boradigan bir o'rinni ham topolmagan. Shuning bilan u bola onasidan boshqa o'zini bir o'z qatiga oladigan, o'g'i sulaydigan bir uyning yo'qligini ham o'ylab yetganda, qalbi sunuq holatda, qayurgan holatda ishkining oldiga kelganda ishkining taqalganligini topgan. Shuning bilan u bola ishkining busug'usida mangzuni qo'yib yetib uxlab qolgan. Uningdan keyin onasi chiqqan. Onasi ana shu ahvolni ko'rgan chog'da u o'zini tutolmay, onasi o'zini u bolasiga etib yig'lab ketgan. Yig'lab deganga hay balam, sen nimishqa mendan bundaq arqa ketsa, ya'ni mening buyruqlarimga nimishqa sen alaqa xiloflik qilsa, nimishqa bundaq ma ishni nimishqa qilding deb ayiblasam, nimishqa mendan qochsa, mendan boshqa sana urun beradigan kim bor? Sen ey balam, sen nimishqa men sana gidemedimmi? La tuhalibni, sen bana buyruqlarimga qarshi kelmagin. Mening bundaq mehribon qalbimga qarshi o'zimning yuragiga tosh qo'yib seningga bundaq qo'pollik qilishimga meni majburlamasang bo'lmamdi degan. Shuning bilan bu ayol ashundaq degan holatda u bolasini uyga olib kirib ketgan. Endi biz bu onaning so'zini o'ylab boqili. Men mushundaq mehr shafqat qilishga bir
yaratilgan, ya'ni mening qalbimda balamga muhabbat qilish mening qalbimga asli o'rnatilgan, mening bu mehr shafqatlik bo'lgan qalbimga qarshi, mehr shafqatlik qilgan bu mujazimga qarshi seni bir jazolashga meni majbur qilmasang bo'lmamdi degan bu so'zni o'ylab boqili. Yeni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarga ona bolasqa bo'lgandimi bak mehrvanroq degan so'zni anglab boqili. Buni bir mulohaza qildi. Allohu arhamu bi ibadihi minal validi bi waladiha degan edisini. Alloh o'zining bandalariga o'zining ona bolasqa bo'lgandimi bakroq mehribon degan bir so'zni o'ylab boqili. Endi onaning bolasqa bo'lgan bu mehribonligi butkul Alloh subhanahu va taolaning butkul shayini o'z qatiga atgan mehribonligining nisbatan onaning mehribonligi nada? Buni o'ylab boqili. Endi Alloh subhanahu va taolaninki bu mehribonligini til bilan ifodalagili bo'lmaydi. Endi banda o'zining endi buni shunda xulosalaydigan bo'lsak, Alloh asli bandaga ona bolasqa bo'lgan mehribonlikni bakroq mehribon. Lekin Alloh banda o'zining o'tkazgan kamchiliklar bilan Alloh subhanahu va taolaning ana shu mehr shafqatini uni qarib o'tib, uni qaytarib o'tib, uning o'rniga jazolashga sababchi bo'lib qolishdan diqqat qilishimiz ekanligini, bizning yana mehribon bo'lgan rahmati g'azabini besib tushgan shu Allohning rahmatidan mahrum qilishga sabab bo'lgan bir kamchiliklardan saqlanishimiz kerak ekanligini ko'rib olamiz. Yana Alloh subhanahu va taolaning shu Rahmanir Rahim sifatiga aloqador bo'lgan hadislardan birisi Abi Hurayra radhiyallohu anhudan bayon qilingan hadis. An Abi Hurayrata lillahi azza va jalla min mi'atu rahmatin va innahu qasama rahmatan wahidatan bayna ahli al-ardi fawasi'atuhum ila ajalihim wa zakhara 99 rahma li awliyaihi. والله عز وجل قابض تلك الرحمة التي قسمها بين أهل الأرض إلى 99 فيكملها مع الرحمة لأوليائه يوم القيامة. أبي هريرة رضي الله عنه رواية قلنودكي الله عز وجل پیغمبر صلى الله عليه وسلم مندق دايدو الله عز وجل 100 tane rahmeti var. Allah subhanahu wa ta'ala şu 100 rahmetnin içinden bir rahmetni zimin ahlinin içine taksim kılgan. Şu bir rahmet, şu bütün zimin ahlini dünyaya kilip, dünyadan ketken kadar bir ömür ona öz kıtığı alıdı. 99 rahmetini özünün evliya bendiler için, özünün mümin bendileri için epqagan. Allah azze ve celle ana şu zimin ahliga taqsim qilgan ashu bir rahmatni 99 rahmatiga qiyomat kuni ashuni qo'shib jug'lab 100 rahmatni o'zining mu'min yana avliya bandalar uchun takomil to'liq qiladi. Yana bu hadisdan ko'rib olishga bo'ldiki, Alloh subhanahu va taoloning rahmatining ne kadar kang ekanligini. Yani kıyamet günü Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmeti intayin yuqur buldu. Bu dünyadaki rahmetin 100 esse yuqur bulduğunu kırılalayımız. Abi Talha el-Ansari radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki bu mındak dedi. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ووجبت له الجنة ومن قال سبحان الله وبحمده كتب الله له 1000 حسنة و24 حسنة. قالوا يا رسول الله إذن لا يهلك منا أحد. قال بلى إن أحدكم ليجيء بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلته ثم تجيء النعم فتذهب بتلك ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحمته.
Ebu Talha el-Ansar radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem mındak degan. Kimki la ilahe illallah dese, Allah'tan başka hiç kandak ilah yok dese, o adam cennet kirdi, onun cennet vacib buludu. Kimki subhanallahi ve bihamdihi dese, yine muşu zikr neyse, Allah'ını pak deb yaratıman, Allah'tan başka hiç kandak ilah yok deb Allah'a bütkül mediye Allah has deşilen bille, yani subhanallahi ve bihamdi degen ne bunu Arapça okusu buludu. Subhanallahi ve bihamdi degen bu duanı okusa 100 qatim dese, Allah onunğa 1024 yaxşılıqni yazılı. Ular dedi ki ya Resulullah ondaq da sahabalar dedik ondaq da bizden hiç qandaq adam halak olmaydiken, bizden hiç qandaq adam gunohi sababli dozaqqa kirib ketgan ish bo'lmaydi ekan. Chunki bir dana 100 dana subhanallah ve bihamdi desa, bunda 1024 qatim yaxshilik yozilgan bo'lsa, deganda Rasulullah albatta sizlarning biringlar qiyomat kuni nurg'un yaxshiliklar bilan keladi. Bu sizlarning biringlarning ilib kelgan yaxshiligi agar tog' ustiga qo'yilsa, tog'ni egirlashtirib o'tadi. Tağımı kütüremey qatqan şundaq yaxşılıqlar bilan keladi. Summa taji'u an-ni'amu fataza. Uningdan keyin uningga o yaxshi tağımı kütüremeydigan yaxşılıqlar bilan kelganlarga Allah'ning bergan ne'mati keladi. Allah'ning bergan ne'matlariga qarabning barobarga o tağımı götüremeydigan yaxşılıqlar hammasi tugab ketadi. Allah'ning bergan ne'matiga birma-bir selishtirganda uning qilgan hech qanday yaxshiligi bergan ne'matning badaliga barobar bo'lolmaydi. Summa yatata andin Allah subhanahu va taala ana ashundaq yaxshiliqlar ne'mat barobar qilinib bo'lgandan keyin yana öz rahmeti bilan insonga fazli ihson qilib jannatga kirgizadi degan. Ebu Hurayra radıyallahu anhu'dan bayan kılıngan bir hadiste o mındak degan. Men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mındak deganligini anladım. Peygamberlerden bir peygamberini bir çümüle çekip algan. Şunun bilan o peygamber çümüle kentini, yine bir top umumi çümüller yaşayan şu çümüller kentini ki buyruk kılıngan o ya köydürüp ötülgen. Allah azze ve celle degan ki seni Allah subhanahu ve taala o peygamberge bir dani çümülesini çekip alsa sen bir millet, yine bir cinsке, yine ümmeten minel ümen çümülle milletini bir umumeten bir çümüllerin hemmisini köydürüp atamsa dep onunla vahiy kılgan. Yani enne qarasatke nemletun ahrakta ümmeten minel ümen tusabbihullah. Allah'a tesbih eydidigan ümmetlerden Allah'a tesbih eydidigan ümmetlerden bir ümmetini sen köydürüp atamsan, o'shunda qilamsan deb unga vahiy qilgan. Demak, bu yerda Alloh subhanahu va taolo yana Allohga tasbih aytadigan chumillarni o't bilan jazolagan bu payg'ambarga hikoyagan. Demak, tasbih Allohga tasbih aytgan, Allohga subhanallohi va bihamdi deb Allohga tasbih aytgan odamning Allah subhanahu wa taala onunğa öz rahmeti bilan jannatga kirgizdiganligini bu hadisdan ham ko'rib bo'ladi. Demak, hadisda qaraydigan bo'lsak, Allohga tasbih aytish orqali Allohning rahmatiga erishib bo'ldiganligini ham ko'rib bo'ladi. Endi yuqorqi biz 6 Allohning rahmatiga aloqador bo'lgan 6 hadis haqida to'xtaldik. 6 dona hadisni qisqagina bilişimiz boyunca ilmimizin üzerindeki bir kısmı bilen bunu toxturup öttük. Hem de muşu hadislerden körülüşü buldu ki Allah'ın rahmeti, Allah'ın bendilerine rahmet kılışın naiti kângri keldi. Allah'ın rahmetinin naiti kângri keldiğini körülalısınız. İkinci birisi yine bu hadisler biz gösterdik ki Allah'ın
rahmeti kıyamet günü dünyadakidan neccesi yukarı bulduğanlığını, yüzdesi yukarı bulduğanlığını Allah'ın şu rahmetine eriş için hareket kılışımızın lazımlığını hem kör alayımız. Üçüncü birisi Levhul Mahfuz'ni ispatlaş çıkıyor. Yani Allah öz rahmetini Levhul Mahfuz'a yazganlığı bu hadisde koyulgan bolsa, dördüncü birisi arishni ispatlash. Allah'ın arişi yani Allah'ın taxti alayda hadisde tilg'ilingan. Bunu ispatlash çıkıyor. Beşincisi Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın savab berişi, Allah'ın bendelerinin kılgan amelge savab berişi ve Allah'ın bendelerine ihsan kılışı intikamidin, azabidin eşip şuduğallığını hem hadisten kür alayımız. Hem hadiste insanlar osturusda az ara mehrivallık kılışka, birimizge şefkat kılışka, dünyada mehri şefkat bilen yaşaşka, kızıklandırış, teşebbüs kılış bu hadislerden çıkıp durdu. Hadiste hem iman eytişqa alayda kızıklandırış çıkıdı. Çünkü iman bolmasa Allah'ın ahiretki bu dünyadakinin yüzesi yukarı bolgan bu rahmetki erişkili bolmaydiganlığını. Yani biri hadistin Allah'ın azabıdan dikkat kılış lazım ekanligi çıkıdı. Yani şundaqla hadistin 9. kılıp Allah'ın rahmetini ümit kılgan kişi Allah'ın intikamidin hatircem bolmaslığı. Allah'ın intikamidin korkuvatkan kişinin Allah'ın rahmetinden ümitsizlenmeslikini kürül alayımız. Yani insan ümit ve korkunuşun oturusu da yaşışı kireklik çıkıyor. Allah'ın rahmetin ümit kılgan asasda azabının kokkan asasda hareket faaliyet ölen şugullanışımız lazımlık çıkıyor. Yeni birisi hadistin doğru bolmagan dualardan tusaş çıkıyor. Peygamber Aleyhisselam sahabinin Arabi'nin duasını doğrulap koygandak doğru bolmagan dualardan çekleş çıkıyor. Yeni birisi insanlarga Allah'ın rahmeti ölen hoş bişaret biriş, olanı Allah'ın rahmetini ümitsizlendirmeslikni kürül alayımız hadistin. Ve şundaqla Allah'ın kengri rahmetiga eriş üçün salih emellerge kızıklandırış çıkıyor. Yeni birge Subhanallahi ve bihamdi degen bu zikri tesbile Allah'ın rahmetiga erişinin sebeplerinin katardan ikenligini kürül alayımız. Allah Subhanahu wa Ta'ala hemmizne Allah'ın rahmetiga erişkilini nasip kılsın. Allah'ın rahmetiga erişdiğen sebeplerden, Allah'ın rahmetiga erişdiğen vasıtalar bilen şugullanğını nasip kılsın. Allah'ın rahmetinden mahrum qatqan faaliyetlerden, hareketlerden Allah bizni hemmimizni yirak kılsın. Ve ahir davana enelhamdülillahi rabbil alamin.